ta'limni rivojlantirish markazi tomonidan Toshkent shahridagi Xalqaro Nordik universitetida psixologiya, zamonaviy chaqiriqlar, yangi g'oyalar va yechimlar mavzusidagi forum o'tkazildi. Tadbirda bolalar bilan ishlashda zamonaviy metodikalar va psixolog-pedagog hamkorligi masalalari muhokama qilindi. Forumning asl maqsadi va jarayonlari bilan muxbirimiz Rayhona Abduraufova tanishtiradi. Ta'lim psixologiyasi. Bunday atama sizning qulog'ingizga chalinmagandir. Lekin bu soha ta'lim shunchaki bilim berish emasligi, unda bolaning o'rganish jarayoni muhim ekanini isbotlay oladi. Psixologiya, zamonaviy chaqiriqlar, yangi g'oyalar va yechimlar mavzusida tashkil etilgan forumda ham aynan shu masalalar ko'rib chiqildi. Ishtirokchi sifatida kelgan psixologlar, trenerlar hamda xalqaro tajribaga ega mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan bu forum ta'lim sohasidagilarga nima bera oladi? O'quvchilarni qanday qilib yashirin ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin? Ularni qanday qilib ta'limga bo'lgan qiziqishini yanada rivojlantirishimiz yoki bo'lmasa turli muammoli o'quvchilar bilan ishlashda qanday yechimlar olib boriladi? Mana shu bo'yicha bir qancha mutaxassislar tashrif buyurishgan va bu mutaxassislardan bugun amaliyotda qo'llashga asosiy bir baza yaratamiz deb o'ylayman. Forumning ikkinchi qismida ishtirokchilar amaliy mashg'ulotlarda qatnashdilar. Bu ketma-ketlikdan regio pedagogikasi, san'at terapiyasi, ertak terapiyasi, neyropsixologik yondashuvlar, hissiy intellektni rivojlantirish bo'yicha interfaol sessiyalar o'rin olgandi. Ushbu mashg'ulotlar o'zida bolalar bilan ishlashda kreativ va zamonaviy metodikalarni mujassam etgan bo'lib, ishtirokchilarni ham qiziqtirib qo'ydi. Ayni damda bu xonada bolalar bilan birgalikda neyro treninglar o'tkazilmoqda. Bunda esa ularga mana bunday koptokcha va bir nechta detallar ko'maklashyapti. Bu ularning tinchlanishi va diqqatli bo'lishiga yordam beradi. Ammo bu kabi mashg'ulotlar hamda bolalar bilan o'tkaziladigan tadqiqot va tajribalar soni va ulushi ko'p ham deb ayta olmaymiz. O'zbekistonda aslida bolalarni ruhiy salomatligini o'rganish va axborotni ta'sirini o'rganishda tadqiqotlar borish kerak. Bu juda lozim. Yanishmasam, O'zbekistonda hozirgi davrda, hozirgi zamonda unaqa tadqiqotlar yo'q. Chet el tajribasiga ham bir nazar tashlaydigan bo'lsak, Finlandiyada ta'lim psixologiyasi, ayniqsa rasmiy ta'lim sharoitida o'rganish va o'qitish amaliyotini tushunish va takomillashtirishga qaratilgan. Bizda ham shunday natijalarga erishish uchun qadamlar tashlanyapti. Forumda muhokama qilingan mavzular va shunga yarasha yechimlar ham buni isbotlay oladi. Ammo bu jarayon tezlashishi uchun ta'lim psixologiyasi sohasida olib borilayotgan ishlar nafaqat o'qituvchilar va psixologlar uchun, balki ota-onalar, jamiyat uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Rayhona Abduraufova, Shahzod Karimov, Zahro Kozimjonova, Ovoz informatsion dasturi uchun.